Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz biz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan bola. Halol ishlamaydimi, ketadi hammasi. Hamma tashkilot ham endi tekshirish, hammasi narsani tagida insof bo'lish kerak. Hammamiz aravani bir xil tortishimiz kerak. Arava qanday tortiladi? Odamlar rozi bo'lsa. Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasini yoshni bilmaydi bitta ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'ddayadi. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular izidan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz. Ishlasa orden beramiz, ishlasa uy beramiz, juda katta vakolatlar berib, to'g'ri bularning oyliklari ham dabdalaydi. Mana Melisani biz yomonlaymiz. Melisani o'g'irgan o'zimiz o'g'irganmiz. Sharoit yo'q, uy yo'q, qayerdan u ishlasin? Uchastkovoy kechirasiz Toshkentdagi uchastkovoy Ohangaronda tursa, Chambozor kuni uyiga ketsa, u qanday jinoyatga qaraydi? Uni ham balasi bor. Oilasi bor uni ham. Nima uchun biz uchastkada, har bir uchastkada 1 trillion pulimiz ketyapti, uy qurib beryapman. Bu bitta narsa, bu tinchlikni garovi xalqimiz. Agar o'sha uchastkovoy yashasa, baribir vaziyat o'zgaradi. Agar unda vijdoni bo'lsa, oilasini hurmatsa, o'g'irlik qilmaydi. Shu yerda aynalib yuradi. Jinoyatchilikni oldini oladi. Biz keyin mana Farg'ona Namanganda ko'rdilaring, mana biz qaror qabul qilyapmiz. Yaqinda hamma shu ichki ishlar xodimlariga uy ham to'g'rilab beramiz. Nima uchun beryapmiz? Davlat avval o'zini ikkita eng katta xalqda oldida mas'uliyati bor. Tinchlik va sog'liq. Nayrag'i xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi. Lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas unday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani uprovat qilib yursa, bu yerda Toshkent viloyatida ham bor biriktalar. Hali ham ikkita uchtasi dum uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham undan bari. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamda uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun darra tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlasholmaydi. Hech kim hech qachon. Xalq. Yana bir marta xalq.